Assalamu alaikum amca aka. Hemen birinci siz vatandaşıma dini ta'lim algan. Ondan keyin Türkiye'ye chiqqandan keyin Türkiye'nin ilahiyat kasblarini yaxshi o'qigan hozir Kahramanmaraş Üniversitesida ishlayapsiz. Hemen sizdan shunday bir savolni so'ragim keldi. 2010-yildan keyin deyiladi. Siz oldinroq tortib. Vatandan nurg'un Uyg'urlar Türkiye'ye ko'chib chiqdi. Kelgandan keyin endi Türkiye'deki uç erkin muhitda o'xshamagan ko'z qarash deyiladi. O'xshamagan mazhab iqimlarning kitobini o'qigan bo'lishi, shularning ko'z qarashlariga ta'sir uchragan bo'lishi mumkin. Mushu nuqtada bir yepiq muhitdan kelgan, yani Uyg'ur musulmonlari bu uchuq muhitda, ya'ni Turkiyada diniy jihatdan sizningcha qaysi nuqtalarga diqqat qilish kerak deb o'ylaysiz? Yoki qanday tavsiyalaringiz bor xalqimizga? Bu Türkiye'deki Uygurlar. Rahmet, Allah razı olsun. Şimdi bizdeki memlekette bulapma şu 300 yıllık tarihimizde biz İslamiyetini bulapma özümüzdeki örf ve adetimizden birge özümüzdeki tarihten beri kelgen bir İslam düşüncemiz var. Ama keyinki vaqtlarda meyli ta'lim terbiye cihettin bulmuşsun bulapma Xitaylarniki vatanni işgal qilgandan keyinki tarixda biz yer astı degan medrese degan ma şekilde bir ta'lim terbiye aldık. Bir belki sistemlik emas. Ama lekin biz özümüzdeki hem dinini hem kimlikimizni saqlab qilish uchun dini cihetde dini qurallarga ait mustahkam isilib yaxshi yashab keldik. Ama Türkiye veya ki bombası kalan Avrupa devletleri bulapma Türkiye'deki Müslümanlar, Türk Müslümanlarına karşı olan tarihten beri, bulapma 600-700 yıldan beri dünyaya, İslam dünyasına umumi cihetten bir halifelik asası da rehberlik kılan şundan bir millet. Hem Avrupa'ya yakın buluşulan birge, hem İslam dünyası bilen iç-içi buluşulan birge, yani dini cihette nurgun fikir köplükü var meselelerini. Bu cihette de bizimki halkımız bular keyinki vaqtda Şarkı Türkistan'dan kelgandan keyin Türkiye'de nurgun qiyinchiliklar bilan duch keldi. Hatta Türkiye'deki Müslümanlarını bizdeki takva Müslüman emasken yoki bo'lmasa bular boshqa ekan degandek shundoq tushunchada bo'ldi. Biz vaqtdan tortib shu xalqimizga deb kelgan masala shu. Endi Türkler %100 Müslüman, yani %100 deganimiz 98-97% Müslüman. Hatta bizningki itiqodiy jihatdan Maturidi mezhebiga, fiqhi ameliy jihatdan Hanefi mezhebini asas qilib turib mangdi bu tarixdan beri. Hamda bular Avrupa ve O'rta Sharq bilan birga yashaganlik jihatdan bu yerda erkinlik masalan har qanday masalalarda o'zining fikir tushunchasini xohlagancha deyoladigan musulmonlarmi o'zining fikrini xohlagancha deyoladigan ishonmaydiganlarmi o'zining tushunchasini deyoladigan shunday bir jamiyat endi. Yani bu yer kelgandan keyin birinchi bo'lib endi bizningki xalqimiz Sharqi Turkistonliklar biz bu yerda muhacir. Şunu unutib qolmaslik lazım. Endi mala ensar rolunu oynayotdi, biz muhacir. Birinci özümüzdeki muhacirlik sübtiga uygun hareket qilishimiz lazım. Yani en evvel muşularniki özünün meyli örf adetleri nişati şekillendirgen. Meyli bazı dini cihetteki düşünceleri her qaysi cihetteki bazı bizga o'xshamaydigan tarafiga biz hürmet qilishimiz lazım. Birinci muhacirniki qildigan işi bu. İkinci taraftan hem de mağlalık bu Anadolu degan bu toprakka kelgandan tortib o'zininki hem de bu yerde çünkü burun her xil medeniyetler, her xil devletler yaşagan ve bular bilan mücadele qilib mishani şu Türklerning Müslümanlarniki ilal abad toprak qilimiz deb nayt jiq mücadele bergan. Mishadi şu meyli Hristiyanlarniki, meyli Yahudi ve başka milletlerninki örf adetiga
medeniyetiga singib ketmaslik uchun o'zining kimligini, Müslüman Türk kimligini saqlash uchun bu coğrafiyada mayli tasavvuf bo'lmasin, mayli tariqat, jamoat degan bu şekilde xalqqa organize bo'lib, şu asasda o'zining kimligini saqlab qo'ygan. Onun için Türkiye'deki Müslümanlığa qarsak bunun asasen %80-90% ya tasavvufi bir cemaatke, tarikatke veya ki o Müslümanlar normal bir məsi təlim tərbiyə, məsi məxsus məsələn xalqını irşad qıldığan bir cemaatke mensup olğanlığını görələyimiz. Həmdə bir yerde biz bulağımı toğra bir qaraş lazım. Yani bulağınki ta Osmanlı'nın tatip şu bob kelgen meyli cemaatleşiş, meyli xalqını tasavvufi cəhətdə, əxlaqi cəhətdə irşad qilish. Yani şununla hürmet qilishimiz lazım. Amma lekin şununla dikkat qilishimiz lazım hem de. Yani bular bilan münasibət, muamele qilgan çağda bularni inkar qiladigan, bunun hammasi sopi ekan yoki buni mushrik ekan, u ekan, bu ekan deb ishning o'zini bilmay turib, bularga haqorat qiladigan, bularni kofirdak bunda muomala qilish bu qattiq xato. Demek tertüküz inkarcılık. İnkarcılık fakat bo'lmaydi. Çünkü men 97'den beri bular bilan yaşayavatım. Bunun içinden kirmegen tariqat cemaatinin qamı demiştim ben. O'quvchi bo'lganligim uchun uning yurtida qoldim. Çünkü ben vatanda o'qigan Abdulkim Maqsum Hacim kamda. Ondan keyin Misrda o'qidim, Arabiston, Suriya hammasini ko'rdim. Ma'nın içini mi ko'rdim? Yani bularda bazı gap sözlerdeki hata bizdeki düşünceler var ama lekin uldun birip mesela bazı ma degan gapim bu şirkka yetib qoladi ekan, ayndaqmi deb bunda sorsa, aslida undaq emas. O tilni o sahaninki ishlatgan bir termin sözü. Sözünü biz hata tushunib qolganligimiz uchun bu ya madad dedi ya andaq dedi deb biz müşrik chiqarib o'tadigan bid'atchi deb bundaq ma'nodan biri saqlanishimiz lazım. Çünkü ishning o'zini bilmay turib biz ularga hukm chiqarib qo'ysak, dinen bu xato bo'ladi. Hem bir cihetten biz bu yerga bir muhacirlik sübutimiz bilan hem sanımız mı az, gücümüz mü aciz? Bunday ahvalda hükümran bir güçüyle mümkün kadar çıkışıklı çıkışıp yaşaş bizden milli menfaatimiz için mi faydalar da var. Şunda Şunlaşkalık saklanğanlık olsa, yani ihtilaf buluş ihtimallıkı boğan noktalardan eğip ütep gitiş, belki akıllarla buluşu mümkün. Doğru. İkinciden de bular bilan haddidan ziyade onun içine kirip, hani bizdeki muhacirlarınki bir vazifesi var. Hicret kelgen yerde özünü oңşap, aşılının artışçılıkından faydalanıp, aşılarını yeniziga ilip, hicret kelgen yerge qaytib berip, özününki xalqini qutquzuş asli hicretninki nimisi bu var içinde. Anda bo'lgandan keyin biz bularga singib tamamen o'shaniki jamoatiga, tariqatiga kirib ketib, butunlay o'zimizni yo'qotib qo'ysak, bu qattiq xato. Bundan saqlanish lozim, ammo bularga dushmanlik qilib, bularni kofir deb yo mushrik deb bundan muomala qilib, bularniki g'azabini keltirib qo'ysak, bu bo'lmaydi. Mesela ba'zi qarindoshlarimiz dastlabki kelgan chaqda xato muomalada bo'lganlar bo'ldi. Mesela jamiga kirib mesela cemaat yani sen mesela Hanefi mezhebide. Devletinin mu mezhebi Hanefi mesela. Diyanet İşleri Başkanlığı. Osmanlı'nın mı Hanefi? 600 yıllık bir Hanefilik. Buna asas kıttırıp manı demdi burada. Anda boğazda ki veya kirip ekilip amin de koyuştuğumuzdan hiçbir faydası yok. Şer'i cihette bu aslında hata, ihtilaf tiriş en çok günah İslamiyet'te. Yani bir yerde Peygamber Aleyhisselam'ın amin demey okugan namaz bu bazı sahabelerinin rivayet var. Amin diginin bayan bunu tavlap koyuşunun üzere nime dese benim şahsi kanaatimde köydümü biz bundan adam dep özünü ma'lum koyuştu başka bir narsa emas ama mala bunu hata düşünüp bunu yoki mushundaqylık biz yaxshi ko'rmaydigan guruhdagi kishilar bu kim bular deb bundaqylık bir hata tushuncha oldu. Hatta cuma namazı qilmay işte bularning oqida cuma qilsa bo'lmaydi ekan degandek mushundaq ba'zan hata tushunchali bo'ldi. Bizning o parafik hareketimizni bu Uygurlar bizni to'g'ri yo'lda deb qaramaydi ekan-da deb açık keldi ham bu. Aynen yani. O bakaylık. Çünkü biz memlekette olsak Ahmet, Mehmet yoki bo'lmasa birisini vekillik qilamiz o'zimizni. Ama bir yerde biz
umumiy Sharqi Turkistonlikni vakil qilamiz nimadan. Bizni hech qachon Mehmetga deb muomala qilmaydi. Bizni Sharqi Turkistondan kelgan muhojirlar deb ko'rdi. Anda bo'lgandan keyin biz har bir so'z harakatimizga diqqat qilib, shu vakil xarakterlik bilan turibman bu yerda. Uning uchun men ashadagi umumiy xalqimni vakil qilganligim uchun men har so'zimga, har ishimga diqqat qilishim degan bu tushuncha bilan yashashimiz lozim. Aslida muhojirlar o'zi yolg'iz emas. Shunday. 30 milyon Uyg'urga, 35 milyon Uyg'urga vakillik qildi shirkatimiz. Agar bir jihatdan men bunda o'ylayman. Bizlarga vatanda bir yepiq muhitda yashagan bo'lg'achqa biz islom dinining ichidagi har xil aqim mazhablar emas, dunyodagi nurg'un aqim mazhablardan xabarsiz qolgan bir millat. Unda bo'lgandan keyin biz yepiq bir jamiyatdan biroqla nihoyat uchuq erkin jamiyat chiqqandan keyin bizning asl tushunchimizga, qarashimizga o'xshamaydigan qarashlar duch kelgan vaqtda biz cho'qim gangiraymiz. Shuning uchun uning to'g'ri xatoligini hukm qilgan vaqtimizda biz asli biladigan o'lchamlarga qiyos qilib turib hukm qilganligimiz uchun bizga o'xshamaydiganlarning hammasi xuddi xato yo'ldadek o'ylab qoldik ekanmiz. Endi uzoqlik bu 1000 yildan ortiq tarix qaraydigan bo'lsak, o islom dinida emas, mayli xristian dinida o'xshash bir matnni har xil izohlaydigan ve onun asasen o'xshagan tushuncha aqimlarga ayrilgan ish yeni ish emas ekan. Tarixdan beri bu saqlanılı bo'lgan ish emas ekan. Shu bu noktada bu Turkiyadagi biz yeni hijrat qilib kelgan bu Uyg'ur musulmonlar men shunday o'ylayapman. Farqlardan qo'rqib ketmaslik. Bu farqlarni qanday to'g'ri tushunishga o'zini bir yetildirish deydi. Andan keyin hissiyatımız farqlarni yo'q qilish bilan emas, balki bu farqlar bilan qanday chiqish yashay olamiz degan savol atrofida markazlasak balki texmo yaxshi bo'lishi mumkin deb. To'g'ri hamda chunki masalan bu aslida fikriy jihatdagi ixtilof zaten Payg'ambar alayhissalatu vassalamniki vafotidan keyin boshlangan. Shunchalik boshlangan. Masalan e'tiqodiy jihatda hatta butun ahli sunna va jamoa qabul qilgan ikki cho'ng mazhab var mesela Maturidi ve Eş'ari mezhebi. Mu'tezile mezhebini mi İslam'ın sırtında da qaramaydı mesela. Ameli fiqhi cihette 4 tane qabul qilgan mezhep var. Bu mesela Kur'an-ı Kerim'e o'xshash, hadisine o'xshash qabul qildi, ammo lekin anından chiqqan ma'noni bo'lsa, ba'zi farqli qaraydi. Ashunga hammasiga dalili bor. Bunda bo'lgandan keyin ham bu ijtimoiy ilimlerde bir narsani %100 to'g'ri deb bir narsaga hukm qilish pek oson emas. Nisbiy bo'ladi buningda. Ya oq ya qora bo'lmaydi. Har xil o'tirdi ranglar bo'ladi. Onun uchun masalan islom ilim tarixiga qaraydigan bo'lsak, bularning fiqh ilmisida masalan shu Qur'on va sunnatdan chiqqan hukmni shuningki ichirgan ma'no va dalolat sifatida qattiq kuchli bo'lsa buni farz haram degan hukm chiqaramiz. Agar biraz delil kuchli bo'lmay, nimaga ochiq bo'lib qolsa, har xil ta'vilga o zaman buningdan vacib yoki bo'lmasa mandub deganga o'xshash hukm chiqaramiz. Agar reklam ta'vilga ochiq bo'lib ketsa, o zaman buningdan mubah yoki sunnat degan hukmni chiqaramiz deb zaten buni usul fiqhda yuritiladi. Ama shunga o'xshash e'tiqodiy jihatdimi Aşnağı ochiq tarafi bo'lganlik uchun islom dunyosida endi har xil fikr ko'z qarashlar o'tirib chiqadi. Shunga bu asosan ilm odamlarningki ha bilishadigan ish shu bu. Ammo umum xalq bo'lsa, meningcha bu o'tirdagi ba'zi fikriy har xil tushunchalarga kirmay, ularning ishi emas zaten. Bizningki mamlakatda o'zimizning xalqi ta burundan tortib 1000 yillik islom an'anasi bilan özümüzdeki coğrafi, tarih, örf adetimizden zich birleşip ketken şu İslam anlayışını, düşüncesini menimce yok etmeye yaşaş lazım bir şeyde. Çünkü o fikir düşünceye kirgendiği ki bakağa bilmegen nersege taraf olup sen anı savunup sen, müdafaa kılıp sen, o hatta ben manıl kılımen diyen okşaş gepler bilen özümüzden oturuda ihtilafı sebep olup kalır. Bunu bel bombaydı zaten. Bununki muhatibi
nima desa o'qigan bilimlik odamdi. Bu bilim sohasida u to'g'ri bu nima deb har xil tushunchalar bo'ladi. Ammo umumiy xalq bizniki nimada? Aş bizniki keyin mamlakatga qaytib kelsak, xalqimiz bilan o'ttirimizdan pek ichilib ketmasligi uchun aş mamlakatdagi o'zimizniki islom an'anasini aş ta Sutuq Buğraxondan tortib kelgan aş bizniki aş Abduqodir Domollam, onundan keyin Abdulkim Maqsum Hajimkam, onundan keyin kelgan shu islom an'anasini shuni menimcha nima qilish lozim, saqlab qilishimiz lozim. Yani bu yerda bizniki qiladigan ishimiz aslida shuni eng yaxshi bir shaklda biz o'zimizning amaliyatiga tatbiqlab mushlarga deyishimiz lozimki, mali haqiqatan hem taqvoligi hem dinni yashashda bizdan haqiqatan ilg'orkan degan tushunchani berishimiz lozim. Aslida dinni yashash muhim, bilish bilan birga yashash muhim. Masalan İslamiyatda masalan pokizlik dinning 20, imonning 20 deydi. Nizofatu shatrul iymon. Pokizlik iymonning 20 bo'lgan ekan, biz masalan pokizlikda masalan bularning oldiga tushgudek haqiqatan bizdimi pokiz xalq ekan degidek bunda bir shu turk xalqiga shu tuyg'uni berishimiz lozim. Masalan biz mamlakatda tek qatliq uyda yashagan bo'lsak, hozir bu yerda qatliq binoda yashayapmiz. Mesela özümüzden üstüdeki qo'shnilarga nisbatan naytlik, adablik, ularni bearam qilmaydigan, mushlash jangijilar yoki bundaqlik. Mesela qo'shnilarchilikni yetkazishimiz lozim. Deyishimiz lozim. Ya bo'z tamoqqa chiqib, bizning Turkiston tamoqini yeb boqqin, ko'rib boqqin deb. Mesela bizniki Barashda mesela tug'an yerda bizniki bolalar ashunda bir güzel muhit hozir nima qildik, o'tirib qo'ydiki. Burun uy vermaydiganlar hozir senin nimen bolsa, Uygur bolsa, kege ben öyüne bire, hatta ben erzem bire seninki Uygurluğa, Şarkı Türkistanlık'a deyilgan maşıda buldu. Hatta anime dikilim o, Konya'daki biraderini belki telefon kılıp, mesela sana ben binesi, hediye kıla, yak o bu, yak bunda binesi bireydiyse, bizninki hazır bunun ihtiyacımız yok, Allah razı olsun, bunun ihtiyaç bolğanlığı ber degendekin, Türk'le irik kitinglik eyerdi. Mahak ecetken bu, malı başka, muhacirlik o'xshamaydi ekan, qoni ko'zi to'q ekan. Ya'ni mushunga o'xshash biz o'zimizningki shu diniy jihatdimi qil degan ishni eng yaxshi shaklda qilsak, o'zimizning mamlakatdagi o'zimizning isil an'analarini eng yaxshi joriy qildi olsak, o chaqda biz muhacirlik vasfini yaxshi ado qilgan bo'lamiz. Zaten bizning bu adab axloqimiz amaliyotda bu Turkiyada yashashimizning bir cho'ng dasmoyimiz. Şundan texma cari kıldıralsa. Yani ahırda şu bir nesne soğuk geldi. Biz de vatanda dini kitaplarını okuş, korkunç bir işte, tıkıp yürüp okuyup, hazır tıkım mümkün olmadı. Ama Türkiye'de asasen digide klasik İslami eserlerini mutlak gibi tercüme edilip tuttuğu için, yani Türk alimlerine ait köp eserlerini yazıptı. Yani demek bir yerde biz istedikken şu dini kitaplarımızda okuyduğum bir yaxşı fırsat giriştik. Bu hafta bir deyil kalırız var. Bu hafta bir özümüzdeki Uygur'dan çıkan alimlerimiz kitaplarını özü yazıvatıdı, bazen yaxşı kitaplar tercüme kılınavatıdı. Menimcha bu kitap okuş meselesiga ait qattiq ahamiyat berish lozim. Çünkü bir narsani bilmasak, uniki ya düşman olamiz yoki bo'lmasa xato qilamiz. Yoki qarg'ularcha ergishimiz. Qarg'ularcha ergishimiz. Bilmagan narsa zaten İslamiyatda o'qishimizga, bilishimizga qattiq tashviq qiladi. Yani bilmay birisiga bir gap qilsak yoki hukm chiqarib qo'ysak, biz odamniki gunohini o'zimizga ustilmaymiz. Onun uchun menimcha bu shu kitap o'qish masligiga ait qattiq ahamiyat berish lozim, ammo shunga diqqat qilish lozim endi. Endi bo'lib Turkiya ham Sharq ham G'arbning o'rtasidagi bir davlat bo'lganligi uchun bu yerda har xil tushunchada, har xil fikrda insonlar bor. Shunday. Yani ba'zan masalan shu hadisni inkor qiladigan, o'zimizniki ahli sunna va jamoatniki shu mazhabida shakllangan diniy tushunchalarni inkar kıldığan gruplarning kitapları yoki tabliğleri var. Yani bununla dikkat qilish lazım. Bununla bunu anlar derse, yani gapninki so'ngki bo'lmagandan keyin
Bunda oturup to'g'ri bu deb 180-98 tane to'g'rini deb anın içine bir iki tane hata gapni sig'dirib qo'ysa, anın asta-asta ügünüp qilib, voy bundaken deb keyin o'zimiz fikri jihatdan ixtilofga sabab bo'lib qoldi. Shunga kitob o'qigan chog'da mushning o'xshaydigan ba'zi kitoblarga diqqat qilish lozim. Chunki bu bizni ixtilofga, bir-birimizga qarshi turishga sabab bo'lib qoldi. Bayan men degandek biz yakki fikrlik jamiyatga kelgan bo'lg'achqa biz azroqli qoyil qilgan o'xshamaydigan fikr bizni bek tez jalb qilib oldi ekan. Bu kitob o'qishni ta'kidlab qo'yishimning sababi biz o'zimizning shu mu'tabar hisoblangan klassik asarlarimizni aslida o'qisak, undan keyin hozir siz degandek hadis inkorchilik yoki undan boshqa o'xshamagan yaqinlarning ahli sunnaning qo'l aqida va yo'liga xilof bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilalaydi ekanmiz. Agar biz uni o'qimasak, o vaqtda sal qo'limizni qo'shyapsizlar, mojib qamlashgan gap qildi ekan, balki bilim doirasi keng ekan, mag'ib obdan dedi deblar, tiz mast bo'lib ketdi ekanmiz. Demak, endi bu davlat bütün islom dunyosiga fikrli tepiladigan, ochiq oshkora so'zlanadigan, YouTube'da hamma odam o'ziga gibi qiladigan bir dünyada yaşar etibimiz. Biz xuddi bir o'tloqdan o'mlab o'rmonlikka kirib, nima qilishini qolmay qolgandek bir ahvolimiz bor. Bunda vaqtda biz ko'plab o'qish orqali o'zimizni bilim jihatdan qurollantirmasak, yana tentirab qolamiz degan gap. Shuni bilan birga bu jihatda masalan bizningki ulamolar birligi ba'zi kitoblarni o'sha xalqimiz o'qish muhim bo'lgan kitobda ba'zi kitoblarningki listasini chiqardi, e'lon qildi. Menimcha shunga diqqat qilib, menimcha xalqimiz bunga yaxshi ahamiyat berishi lozim. Shuning bilan birga endi biz bu jamiyatda yashayapmiz. Endi biz mushu jamiyatni obdan tushunishimiz lozim. Endi o'zimizdagi atrofidagilarni Türklerninki tarixini, an'anelerini obdan eğer düşünmesek, bilmesek, ularga hata qaraydigan yoki hata muomala qilib qoldigan bo'lib qolamiz. Onun uchun mushlarninki Osmanlıdagi tarixini, yaqinqi zamon tarixini, mush qatorliq mushlarga oid yoki bo'lmasa islom dunyosiga oid nurg'un materiallar bor. Fikri kitoblardan sir Muşlarını okup, özümüzün tarihi şuna olan birge, özümüzden Müslüman milletlerinin, Türk milletlerinin tarihini okup, şunun tecrübe savak ilgileydiğen muşu bir enenini yitildirişimiz lazım. Eğer bundan olmasak biz tek taraflı qaraydigan bo'lib qolamiz, başkalarının tarihini bilmegenden keyin ya to'g'ri ya hata muomala qilib qoldigan en ahamiyat beradigan qimmatlari nima? Şunlarga nisbeten en sezgür diyelerini bilmesek biz belki o'xshamagan sorunlarda biz to'g'ri gap qilmada ularning ziddiga tishiga tegadigan gaplarni qilishdan o'zingiz bilib saqlanmasligimiz mumkin. Endi so'zimiz oxirida bir narsa esimga keldi boyagi suhbatlarda. Nimani siz yaxshi bilasiz. Tatarlar boshlagan shu jadidizmning eng dastlabki vakillarining birini Marjani deb bir olim bir narsa o'qigandim. Bu dinda shu vaqtda shu odam shunday xulosalabdi. Ishonishga birlikni saqlash, ammo tushunishdagi har xillikka hurmat qilishimiz kerak. Bu gap ma'no aytdi, bek yoqdi. Chunki ishonadigan narsalarimiz o'xshash. Allohning barliq bo'ligiga ishonamiz, shundaymi? Muhammad alayhisolamning elchiligiga ishonamiz. Anadagi islomning 5 turiga ishonamiz. Aqida asoslarimizga ishonamiz. Ama düşüncelerimizden her xil bo'lib qilishi bu saqlanğılı bo'lmaydigan bir. Aslida o bir güzellik. Demek ishonishni birdek bo'lgandan keyin biz bir deb qarasak, anadan keyin bir birlikni maydonga kelgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yani to'g'ri shu bizlik Allah hammamizni bir shaxs bo'lib yaratganlik uchun hammamizniki o'zimizga kuchli muhitimizdan etrafımızdan, okugan yerden ağan düşüncelerimiz var. Şu asasda biz özümüz bolumuz. Anda bolgandaki meselelerge qarash yönümüz mü? O'xshamaydi. Biz birisimiz
bunundan qarasak bir xil görünsə, bunundan qarasak bir xil görünüdü. Anda bolğandan keyin bəzi əgər işlənən nimimiz bir bolğan bolsa, əsasən siz degəndək Allah'ın birligiga, peyğəmbərimizin əsası faqat tartışma hukuk qılmaydigan, işiniş lazım bolğan narsaga işinişdi birliklan bolğan bolsa, onundan keyinki bəzi fikri cəhətdiki hər xillik əslində bizə Allah'ın bəgən mərhəməti, Allah'ın bəgən bir güzəlliki, muşunun bilan işlər yaxşı deməgə. Hər xil fikirlər oturup qoyğandan keyin onundan keyin toğrunu tapqılı boldu. Bolmuşça desə tək qaragandan keyin ətrafını görməy, onundan keyin bir hərəkət qılırız, amma bağaya qarasaq başqa bir. Çünki Peyğəmbər Əleyhisselamın önümüzə alsaqmı, məsələn, bulabmı dünyevi məsələlərdə ətrafdakı sahabelərdən məsləhət sorarlar. Hətta sahabelər mi sorarlar? Ya Resulullah, bu vəhimi ya ki olmasa senin göz qarışın mı degəndən keyin benimki göz qarışım degəndən keyin o zaman seninki əskerlərini tuğuzğa yerim, Bədir qazıdıda. Bunda qısaq biz qəlbi qılamayımız. Onun üçün miyədi, suba yədi tutsaq, o çağda aylıq çöldün kəlgən düşmənlərini biz şunu kontrol qılmağandaki yenələyimiz deyib, şunun gibi boyunca uğruşda qəlbi qılırıq. Onun üçün dünyevi məsələlərdəki bəzən fikir oxşumaslığı, təcrübəlik kişilərin sözünü anlaş məsələləri də yaxşı, doğru muamele qilishimiz lazım o fikir fərqlilikləri həqiqətən. Köp rəhmət. Mən rəhmət etdim.